Alo, assalomu alaykum. Mavludaxon opajonimiz bormilar? Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavludaxon opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Shukr, rahmat ketdi. Bugun Allohimga suyukli banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan, biz sizni shukronali ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat ketdi. Ayni daqiqalarda sizga yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilayapmiz. Rahmat. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan yaqin oila a'zolaringiz, opajonlaringiz, Tursunoy, Oyimjon opalarimiz nomlaridan, Oltindek emas, o'z singlisidek yaxshi ko'radigan opalaringiz, Bog'dagul opamiz hamda Erkinoy opamiz nomlaridan, jannat eshiklarining kaliti bo'lmish farzandlaringiz Asalxon, Asadbek, Abbosjon va Go'zalxon nomlaridan ham chin qalbdan tabriklaymiz. Rahmat. Qolaversa ukalaringiz Mansurbek va Oydinoy, O'rinboy va Sanobar nomlaridan, Zokirjon va Botirjon keliningiz Shahloxon nomlaridan, qolgan barcha oila a'zolaringiz nomlaridan ham muborakbod qilamiz opajon. Rahmat. Bizning loyihamizga yaqin oila a'zolaringizdan tabrik xatlari kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz, bu maktub egasi kim bo'lishi mumkin? Bilmasam, tutgan sarimchiqa, galarchiqa. Aha. Mayli opajon, sizni urintirmagan holda o'zim yordam bera qolaman. Bu sizni kelinlaringiz orasidan sizni juda ham hurmat qilib e'zozlovchi kenja keliningiz Shahloxon opamiz bo'ladilar. Rahmat ketdi. Agar ruxsat bersangiz, ularning maktublarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum, har doim uyingizni ko'rkiga ko'r qo'shadigan opajonim. Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Allohimdan sizga uzoq umr, baxt va omad so'rab qolaman. Hamisha farzandlaringizga bosh bo'lib, ular baxtiga, bizning baxtimizga sog' bo'lgaysiz. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, albatta barchasiga erishgaysiz. Nabira, evara, chevaralarga ham bosh bo'lib, nasihatgo'yimiz bo'lib yurgaysiz. Meni o'z singlingizdek ko'rib hurmat qilganingiz, ardoqlaganingiz, e'zozlaganingiz uchun katta rahmat. Men haqiqiy sabrli va matonatli ayol siymosini sizda ko'rdim va havas qildim. Sizni juda yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Hamisha yaqinlarimiz ardog'ida, Allohimning panog'ida bo'lgaysiz. Yuzlar bilan yuzlashgaysiz. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Boringizga shukr opajonim debdilar. Bugun sizning eng go'zal ayyomingiz. Baxtga to'lsin har bir o'tgan oningiz. Yuzingizdan kulgu hech ham arimasin. Ko'nglingizni quvonch doim tark etmasin. Siz bor joyda fayz va baraka yashaydi. Samimiy so'zingiz dillarga nur sochadi. Alloh sizga uzoq umrlar bersin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ularning barchasi sizni eng yaqin, eng mehribon ukajonlaringiz Botirjon va Shahloxon opamiz nomlaridan. Rahmat ketdi. Opajonim, ayni damda suhbatimiz yozib olinmoqda. Oila a'zolaringiz va qolgan barcha yaqinlaringiz, ukalaringizga bo'lgan dil izhorlaringizni siz ham yo'llashingiz mumkin. Rahmat ketdi. Xudodan bak. Maydonda yurganda Xudodan duo tashib kelsin. Xudodan umrlar uzoq bo'lsin, shu qaynim bilan uzoq umr, baxtli bolalarni rohatini bersin. Shu o'ynab kulib yursinlar, hech qachon unutmaslar. Ilohim opajonim, aytganingiz kelsin. Umringiz uzoq, rizqingiz ziyod, martabangiz baland bo'lsin opajonim.
Rahmat. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizni yaxshi kayfiyatda o'tkazishingizni tilab qolamiz opajon. Rahmat katta sizga. Sog' bo'ling. Ilohim opajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Mayli opajon, xayr. Xayr, sog' bo'ling. Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda